Bitta kapchoni baliqni olganingizdan keyin svejiy, dirkillagan uzum olib keling. Yo'q, aytishadi. Ayol kishi homiladorlik vaqtida eng chiroyli davri bo'lar ekanda, lekin sen homilador bo'lgandan keyin eng qo'rqinchli davring bo'lib ketyapti. Iflos ekansan. Dadasi, bizda hozir neobichniy davr. Aytmasam o'lib qolishim aniq. Xullas endi tillani tuzga botirib yegim kelyapti. Xotin, sani qorning kattalashgani sari bori, mana miyang kichrayib ketyapti. Oyjonga aytsam, baribir olib berasiz. Shuning uchun ovora bo'lmang deb dugonalarimdan surishtirib qo'ydim. Miyasi chirib ketibdi. Alayskida Diamant degan tilla do'kon bor ekan. Tillalari arzon, sifatli, bo'lib to'lashga ham bor ekan. O'sha yerdan 50 gram tilla olib kelsangiz, kechga bir o'zinchaqlardik-da. Sana mana miyang bilan nafsingda borku, nosozlik bor. Sen bilan do'konga emas, ustaxonaga borish kerak.